Bunga nima deysiz? Qotib qolasanda. U o'zida hujjatini keltiryapti-da. Musulmon odam sizlarga masalan kechasi turib 8 rakat yo masalan namoz o'qinglar boshqa deyilayotgan-ku. Allohning kitobini, Robbil alaminning kitobini o'qiylik, o'rganaylik. Masalan, Baqara surasini yaxshi o'qib yoki yod olgan odamga Alloh subhanahu va taolo shunaqangi si beradi, mukofot beradi. Qiyomatda uni o'sha bir qush nimasida bo'lib uni qo'rg'iydi. U odamni qo'rg'iydi. Shunda bir ahli ilm odamdan men so'raganman-da, bu buni qanaqa tushunamiz deganda, Allohning askari qo'riqlagan odamga kim tegadi dedi. Mana Allohning askari sizni qo'riqlashini xohlaysizmi? Qur'on o'qishni o'rganing. Baqara surasini yod oling, qo'lingizdan kelsa o'qing. Tajvid bilan o'qing, to'g'ri o'qing. 50 ga kirasizmi, 60 ga kirasizmi, 70 ga kirasizmi, farqi yo'q. 60-70 ga kirib qori o'tgan odamlar o'qishlik kerak. Qur'on o'qishlik kerak, boshqa kitoblarni o'qishlik kerak. Masalan, million mana orqamizda bir qancha kitoblar turibdi. Shunga o'xshashgan hamma joyda ham kitoblar bor. Masjidlarda bor, bibliotekalarda bor. Olib kitob o'qishlik kerak. Har qanday kitobni o'qishlik. Diniy kitob qo'lingizdan keladi, diniy kitobni o'qing, bo'ldi. Undan bir narsa olasiz. Hop, sizga yoqmasa tashlang. Tashlang, boshqasini o'qing. Ja yoqmayotgan bo'lsa, ja shuncha bilimli bo'lib ketgan bo'lsa, Reallikda birinchi futbolga beraylik, bo'lmasa boshqasini. Sonday o'qish kerak-da. Qisqasi o'qish kerak. Bilim olу kerak. Bilim olishlik kerak. Сол адасу, қателесу, білімсіздік және тәрбиесіздік деп айтып жүрмін мен. Орынды әңгіме. Қараңызда, жаңа жұманы айтып қалдық қой, жұмаға кешігіп келіп, бір адамның үстінен аттап өтіп кету үшін адамда тәрбие болмау керек шығар. Тәрбиесі болуш керек. Тәрбие болу керек шығар, иә. Сонша адамның үстінен аттап жүріп, бәрін итеріп қойып тұрып, мен келдім бірінші қатарға тұру керек. Ас-саффул ауалда оған. Бірақ енді адамды ренжітпеу керек қой деген дүние. Тәрбие бірге жүру керек. Дұрыс па, дұрыс емес па? O'sha yuqorida aytib o'tdik-ku, Alloh taolo Qur'onda bir necha o'rinda masalan tarbiya, xuluq, ya'ni Alloh taolo payg'ambar alayhisalom eng husnul xuluq azim dedi, masalan. Shunga o'xshashgan musulmon odamda o'sha xuluq bo'lishlik kerak, odob bo'lishlik kerak. Xuluq odobi bilan o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xuluq odoblarini, undan keyingi sahobiylarni, umuman musulmonlarni xuluq odobini ko'rib, boshqa odamlar keyin dinga kirgan. Shuning uchun odob, xulq birinchi o'rinda turishlik kerak. U masjidda bo'ladimi, uyda bo'ladimi, ota-ona bilan bo'ladimi, aka-uka bilan bo'ladimi, birodar bilan bo'ladimi, musulmon birodar bilan bo'ladimi, u birinchi o'rinda turadigan narsa. Bundan orqaga ketishlik yaxshilik olib bormaydi, bu yomon narsa. Bu musulmon odam ishi emas bunday aytganda. Korotkий ясный deydi, korotkий ясный aytganda, bu husnul xulq bo'lmaslik musulmon odam ishi emas. Bunu айтқан себебім, мешітке барсақ неше түрлі адам көреміз. Мен негіз бүйтіп айтатынмын, мен мешітте де жұмыс істедім ғой. Қадір түні болып жатыр. Жамағат деймін да. Мешітке жақсы адам келеді, жаман адам келеді, деп бандит те келіп қалуы мүмкін деймін да. Танымаймыз біз ешкімді. Ұры да келуі мүмкін. Сол үшін өзің аяқ киіміңе өзің еге бол, өзің затыңа өзің еге бол. Болмаса аяқ киім алдағы мынау пакеттің ішіне салып алып жанында ұстап жүр. Ертең туфлиң жолып қалса бізден көрме деймін да, негізінде. Айтайын деген, мешітке әр түрлі адам келеді. Иә. Әр түрлі адам келеді. Я тәрбиесіз де келеді. Сол адамдар ерте келсе ғой. Сол адамдар имамды тыңдаса ғой. Мынау барда кейін жаңағы біреулер қамалып кетеді, біреу сотталып кетеді. Сенің қателігің не білесің ба десем, имамды тыңдамаппын дейді да, негізі. Жұмаға сол кешігіп барады, имамды тыңдамайды, оны не айтып жатқанын білмейді, ешқандай хабары жоқ. O'zi odam masjidga tarbiya olishlik uchun borishlik kerak edi. U kitob o'qib berayotgan, masalan, hozir muftiyatdan anaqa keladi, hamma doklad keladi, shpargalka deyiladi, shpargalka keladi, butun Qozog'iston bitta tema aytadi. Vallohu alam shunaqa. Ya sonda bitta tema. Bitta tema aytiladi. Bu yerda masalan men bir kun bittasini shunda o'qidim, 7 ta oyat, 4 ta hadis kelganda.
7 oyat bilan 4 hadisni masalan bir jumada bitta imom sharhlab berishligi bu ancha narsa. Shuni borib bir ixlos bilan masalan eshitish kerak. Ba'zi odamlarga bu narsa yoqmasligi mumkin. Yo'q, mayli yoqmasligi mumkin, ammo lekin siz Alloh uchun xolis Allohning dinini o'rganishlik uchun borib o'sha haligi siz aytganda unisini u yoqqa bunisini bu yoqqa surmasdan borib o'tirib o'sha bo'sh joyda o'tirib o'shalarni eshitadigan bo'lsangiz tarbiyani unda o'rganasiz. Masalan bu yerda ba'zi imomlar to'g'risida ba'zi gaplar yuradi. Ba'zisi to'g'ri bo'lishi mumkin, ba'zisi noto'g'ri bo'lishi mumkin. Ammo lekin bizni ommani ishi ularni o'sha shar'iy gapirayotgan gaplarini eshitib o'shandan o'rnak olish. Takror aytaman, biz omma xalqni ishi ularni shar'iy gapirayotgan, shariatni gapiryapti ular. Shar'iy gapirayotgan gaplarini, oyat hadislarni quloqqa olib, o'shani hayotga tatbiq qilish. Ana shunda tarbiya ham bo'ladi. Inshaalloh hammasi o'zining o'rnida bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Shuning uchun u sizga imom yoqadimi, yoqmaydimi, bilmadim, kimdir qanaqadir bo'lishligi mumkin. Bu imom yoqmasa boshqa imomga bor. Agar 2-3 imom yoqmaydigan bo'lsa, o'zingga ham bitta qarab qo'ygin, o'zing kimsan? O'zingga ham bitta qarab qo'y. Shunda inshaalloh hammasi o'zining o'rniga tushsa kerak inshaalloh. Biz xatoligimizni ko'pincha ko'rmaymiz, negisi. Xatoligimizni ko'rmay qolamiz. Shunaqa odamlarda eng katta xato o'zini xatosini ko'rmaslik, o'zini xatosini ko'rishlikka, qarashlik kerak. Kechqurmasa Umar roziyallohu anhu kechasi o'zlarini hisob-kitob qilganlar. Bitta hisob-kitob qil. Bitta hisob-kitobni zo'r yo'lini o'rgataman-da men. Kechqurun bo'lganda sekin telefonni oldi. Istoriyani bitta ko'rgin, nima ko'rgansan? O'zingga keyin baho ber. Istoriyani bitta ko'r. Istoriya bir pul istoriya turadi-yu, masalan, to'g'rimi? Bir pul istoriyada ko'rgan, nechta anaqa nomahramni ko'rgansan, nechta dinga to'g'ri kelmaydigan narsani ko'rgansan, nechta yomon narsalarni ko'rgansan. O'zing o'shanda bir hisob-kitob qilsang, ancha o'zingga yaxshi bo'ladi. O'zing to'g'rilab olasan har bir inson. Bir hamma menga ham tegishli shaxsan bu narsa. Shunaqa o'zing odam hisob-kitob qilish kerak. Ha? Telefon degan shunaqada endi bor narsa, bor haqiqatda bu. Va haqiqat bor narsa shu bo'ldi. Bugun studiyamizga kelib, o'shanday suraklarimizga javob berganingizga rahmat, alqis aytaman. Xo'p, bir og'iz gapim bor edi. Men Qur'on to'g'risida ko'p narsani aytdim, birodarlar. Men o'zim qamalib chiqqan odamman shu anaqa bilan terrorizm deyiladi. 256-statya, 174 ikkita statya bilan alhamdulillah ko'p o'tirganim yo'q, lekin o'tirdim 3-4 yil. O'sha qamoqda ham Qur'on o'qiydigan, men o'tirgan paytda hozir bilmayman. Qur'on o'qiydigan, keyin Qur'on yodlaydigan odamlarga sharoit bo'lgan. Men o'tirgan paytda etga masalan teologlar kiradi, imomlar kiradi, zam imomlar kiradi va hokazo. Shunaqangi sharoitlar bo'lgan. O'sha yerda ham Qur'onni o'rgangan bolalar o'rgandi. Yodlagan bolalar yodladi, ammo lekin o'qimaydigan o'sha yerda ham o'qimaydi. Bu yerda endi bo'stondiq deb aytiladi-ku, bu yoqda bo'stondiqda bemalol yurib endi Qur'onni o'rganmasdan, Qur'on o'qimasdan, haqiqatni izlamasdan yuradigan bo'lsak, Allohning oldiga borganda ertaga keyin javobgarchilik og'ir bo'lib qolishi mumkin. Alloh taolo o'zi saqlasin. Shuning uchun mana hammaga, yoshga ham, qariga ham beradigan maslahatim, Alloh taoloning Qur'onini o'rganaylik, uni o'rgataylik. Allohning oldiga qiyomatda borganda yuzimizni yoriq qilaylik, birodarlar. Rahmat. Men xabarim bor-ku, biroq aytuga uyaldim, negisi shuni kerak. Aytpay qo'yish deb o'ylag'im. Endi sonda bilmaydi-da, negisi soning endi voля deb aytadi o jaqdagilar. Yo'q, voля. Voляның qadrini bilmaydigan odamlar bor-da. Bor. Shunmen o жаққа barib kelmegenden keyin, ko'rmegenden keyin onu da bilmeydiler бар. Жалпы, бостандықта намаз оқуға рұқсат бар. Құран жаттаймыз, рұқсат бар. Мешіттер Аллаға шүкір ашық бар, құлшылығыңды жаса. Қазір 1-2 сағатта шам болады.
аузыңды аш, мешітке келіп аш, шам намазын оқы, құптан оқы. Қарылар кәдімгі тарауих оқып жатыр. O'qiyapti, to'g'ri. Қатса 9-10-ға дейін Иә. оқы. To'g'ri. Bir қатты бір не жоқ қой Keyin деймін. taroveh to'g'risida ham bitta narsa aytib ketayin. Taroveh birodarlar 8 rakat, Umar 20 rakatda deydi. roziyallohu anhuni zamonlarida 23 rakat o'qilgan. 3 rakat vitr, 20 rakat. Endi hech kim Umar roziyallohu anhudan yaxshi bilmasa kerak shariatda. Shunaqa. Bitta anaqada bitta bir kitobni o'qiganim, endi asos qanchaligini men bilmayman, bor yo'qligini o'qiganimni aytib o'tib ketaman. Imomi Shofiyni mazhabida 8 rakat olgan, ammo lekin amalda 20 rakat o'qishadi degan. Shuni ham hisobga olib qo'yinglar, 20 rakat o'qinglar, 20 rakat o'qishlik kerak. Allohning oldida ertaga bu savoblar qaytib kelmaydi. Ertaga borganda shu kerak bo'ladi, shu hammasi shu bo'ladi. Ertaga shu borganimizda Alloh nima qilding desa, mana deymiz-da, mana shu meni qilganim Robbim. Endi nima 8 rakat o'qiding, 20 rakat o'qimading desa, nima deysiz? Bir ishingiz bo'lsa, mayli, xo'p. Bu yerdagi asosiy narsa to'g'ri, bu sunnat narsa deydi, ba'zilar mustahab deydi. Bunga ham masalan qo'shilaveramiz. Ammo lekin bu ajr savobni qaytib topib bo'lmaydi bu narsani. Qaytib kelmaydi bu. Bo'ldi. Bu yil ketdi, bugun ketdi, bo'ldi. Allohu akbar. Endi yil tarovihda bormizmi? Yo'q, ertaga bormizmi? Bitta Alloh biladi, qayerdan bilaman. Kim bor yo'qligini. Hech kim ayta olmaydi, men ana qilaman deb ayta olmaydi, hech kim men yashayman deb ayta olmaydi. Bitta Alloh biladi, o'lim haq bu. Shuning uchun buni yana eng katta foydasi, ba'zi ulamolar aytishganki, asosini bilmayman, uzr, lekin asosini biladigan odamlar bo'lsa aytsa, inshaalloh men quloqqa olaman. Nafl, Ramazondagi nafl, balki siz bilsangiz aytarsiz. Ramazondagi nafl namozi, nafl ibodat farzi savobi beriladi, farzga 70 barobar beriladi degan. Shuning uchun bu oyda faqat ibodat qilishlik kerak, ibodat qilib qolishlik kerak. Ramazonda бүкіл деген ғой, садақа, ibodat, көмек беру, ибадат. Біреудің машинесін итеріп жіберсе де Алланың разылығы деген ниет болатын болса, барлығы 70 есе деген ғой, негізі Рамазандағы барлығы. Иншалла Рамазанда отырмыз, біздің де ниетіміз, бізді тыңдаған адамдарға пайдасы тисін деген оймен отырмыз. Бұл да 70 есе болсын иншалла. Амин. Алланың қалауымен. Амин. Рахмет сізге. Сонау жерден келіп, сұхбат бергеніңізге рахмет сізге. Рахмет сізге де. Алла разы болсын. Алла қабыл қылсын, барымыздың да, оразаларымызды қабыл қылсын. Екі дүниенің жақсылығын берсін. Алла Тағала мемлекетімізді ислам мен hidayat менен өркендете берсін. Рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бүгін бізде қонақта болған Нұриддин ағамыз болатын. Біздің қозғаған тақырыбымыз жалпы білім алу, білімді қалай алу, және жастарға насихат болатын. Біз тек қана насихат айттық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.